Aka bu yani kompüter oynab o'tirib ketibsiz-ku? 大家好，我上央视了。 Yani kompüter oynab o'tirib ketibsiz-ku? Kompüter oynaymiz yok. Ma Elxutinimizdinki. Mana. Ma Elxutin 16 yaş ma Cunyan deşteye çıkıpta. Ekşi var. Hakikaten hoş olduk. Ma boynumuzga men bu hakikaten takılınma. Ana hazır kalanlar hazır ona cümleler çok ötep nurgun neticeli kazanıp geldi. Yaşlarımız ters saklam kılanmaydigan işten bağlımışlarının belli oldu. Her qanday bir adam çokum bir şey kılanmayma desek çokum kılanmaymiz. Kılalayma deb özümüz iradelan bağlaydı ekanmiz. Biz qancha kishlardan qat'iy nazar kılalaymiz. Demek 16 yaş inimizden ma hazır kalan cümleler çok ötep ayna. Netice kazanıp bütün Şinjanımız, bütün devletimizin içinde nurgulgan qo'zg'ab etdi. Demek bu inimiz özünün iqtidarı, özünün batırlığı, özünün tirishchanligi bilan hozir mana mushunchalik natija qozondi degan. Shunga inimizningki bundan keyingi ishlarni taqinbek yaxshilab ketishini chin ko'nglimda umid qilaman. Mushunday yoshlarimiz qancha jiq chiqqan sira jamiyatimizning taraqqiyoti shuncha yaxshi bo'ladi. Biz qo'llaymiz, biz qo'limizdan qanchalik kelsa shunchalik qo'llaymiz. Andan ama yaqinda Abida şirketininki obraz vekil tanlaydigan ish qilibdi. Mushunga menimcha Elxut inimni tanlasam alohida yaxshilarmikan deb o'ylayman. Bu faqat mening tavsiyalarim. Qolgan endi ko'pchilikning kepini nisbatan bo'ladi. Mush Elxut inimizninki shu Abidaninki shu obraz vekili bo'lishiga shunqonimizni umid qilamiz. Mush inimimizni biz tuyjan qilamiz qolgani. Abida şirketining o'zini bir o'ylash qilishimizni umid qilamiz. Nima uchun degan chog'da bir odamga bakadan baka 5 kunga pul versak, har qanday nochmin odam o'rin bo'lib qoladi. Lekin shunday ishlarni rag'batlantirib, shu inimizning rasmlarini chiqarib, deb taqinma rag'batlantirib ko'targan chog'imizda bu inimizning bunday taraqqiyotimiz yaxshi bo'ldi. O'zga o'g'a ishonsa, taqinma oshidi degan gap. Mush orqali bundan keyingi taraqqiyotni taqinbek yaxshi bo'ldi degan gap. Nurg'ulg'an yaxshi natijalarga erishadi degan gap. Shu Elxutinimizningki bundan keyingi ishlardan taqinbek yaxshi bo'lib ketishini chin ko'nglimizda umid qilamiz. Taqinbek taraqqiy qilgan fikrim. Bizning qo'limizdan keladigan har qanday yordam bo'lsa, davomli qo'limiz ko'ksimizda. Sizga ko'pdan ko'p rahmat.